Keling, eng muhim savoldan boshlayman. Oktyabr oyida pensionerlar qaysi to'lovlardan ozod qilindi? Kimlar bundan foydalana oladi? Kimlar esa xato tushunib, keyin qarzdor bo'lib qolishi mumkin? Bu ma'lumot har bir pensioner. Pensioner ota-onasi bor farzandlar, mahalla faollari va ijtimoiy yordam kutayotgan oilalar uchun juda muhim. Chunki bitta ariza vaqtida berilmasa, bitta ma'lumot noto'g'ri tushunilsa yoki bitta kvitansiya tekshirilmasa, odam o'ziga tegishli imtiyozdan foydalana olmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, kimga tegishli, qanday hujjat kerak, qayerga murojaat qilish kerak, hammasini birma-bir tushuntiraman. Avvalo, men bir narsani aniq aytib qo'ymoqchiman. Pensionerlar to'lovlardan to'liq ozod qilindi degan gapni hamma bir xil tushunmasligi kerak. Amaliyotda bunday yangiliklar ko'pincha ma'lum toifadagi pensionerlarga, ma'lum turdagi to'lovlarga yoki ma'lum shartlar bajarilganda qo'llanadi. Ya'ni bu har bir pensioner endi hech qanday kommunal to'lov, soliq, majburiy badal yoki xizmat haqini umuman to'lamaydi degani bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men bugun aynan shu nozik joylarni ochib beraman. Qayerda haqiqiy imtiyoz bor, qayerda noto'g'ri talqin bor, qayerda esa albatta ariza berish kerak. Oldin qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar elektr energiyasi, gaz, suv chiqindi, uy-joy xizmatlari, yer yoki mol-mulk solig'i, ayrim davlat xizmatlari uchun to'lovlar, bank komissiyalari yoki tibbiy xizmatlarga bog'liq xarajatlarni umumiy tartibda to'lab kelgan. Ba'zi pensionerlarda alohida imtiyozlar bor edi. Masalan, urush qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz yashovchi pensionerlar, kam ta'minlangan oilalar tarkibidagi keksalar, temir daftar, ayollar daftari yoki yoshlar daftari orqali yordam oladigan oilalar ma'lum kompensatsiya yoki subsidiyalardan foydalangan. Lekin oddiy yoshga doir pensiya olayotgan hamma odam avtomatik ravishda barcha to'lovlardan ozod bo'lmagan. Endi o'zgarish nimada? Muhim jihati shundaki, oktyabr oyidan boshlab pensionerlar uchun ayrim to'lovlar bo'yicha yengilliklar, qayta hisob-kitob, kompensatsiya yoki to'liq ozod qilish tartibi amaliyotga kiritilishi mumkin. Bunda asosiy e'tibor ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlarga qaratiladi. Ya'ni davlatning maqsadi boyligi, qo'shimcha daromadi, bir nechta uy yoki tadbirkorlik faoliyati bor odamni emas, balki pensiyasi do'rga, oziq-ovqatga va kommunal xizmatga zo'rg'a yetayotgan keksani himoya qilishdir. Men ekspert sifatida doim shuni maslahat beraman. Yangilikni eshitgan zahoti men endi hech narsa to'lamayman deb o'ylamang. Avval to'lov turi va o'zingizning toifangizni aniqlang. Endi asosiy savol, kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yolg'iz yashovchi pensioner bo'lsangiz, boshqa doimiy daromad manbangiz bo'lmasa, pensiyangiz eng zarur ehtiyojlarga ketayotgan bo'lsa, mahalla yoki ijtimoiy himoya organlarida siz haqingizda ma'lumot bo'lsa, siz birinchi navbatda tekshirish kerak bo'lgan toifaga kirasiz. Chunki ko'p imtiyozlar aynan shunday fuqarolarga beriladi. Masalan, 72 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Dorilarga 400.000 so'm, oziq-ovqatga 500.000 so'm, elektr, gaz, suv va chiqindiga 2.000 so'm sarflaydi. Bunday holatda 5.000 yoki 5.000 so'mlik yengillik ham uning budjeti uchun juda katta yordam bo'ladi. Ikkinchi misolni olaylik. 18 yoshli otaxon o'g'li bilan bir uyda yashaydi. O'g'li ishlaydi. Uyda yana kelini va 2 nevarasi bor. Otaxon pensiya oladi, lekin xonadonning umumiy daromadi mavjud. Bunday vaziyatda imtiyoz avtomatik berilmasligi mumkin. Chunki ba'zi dasturlarda xonadon daromadi ham hisobga olinadi. Ya'ni pensionerning o'zi kam pensiya olsa ham, agar bir manzilda yashayotgan oilaning umumiy daromadi belgilangan mezondan yuqori bo'lsa, unga to'liq ozod qilish emas, balki qisman yordam yoki umuman rad javobi berilishi mumkin. Shuning uchun faqat men pensionerman degan asos yetarli bo'lmasligi mumkin. Uchinchi misol, pensioner ayolning nomida uy bor, lekin u o'sha uyda yashamaydi. Boshqa farzandining uyida turadi. Uning nomidagi uyda esa ijarachilar yashaydi yoki uy bo'sh turadi. Bunday holatda mol-mulk, yer, kommunal xizmat yoki chiqindi to'lovi bo'yicha imtiyoz masalasi murakkablashadi. Chunki imtiyoz ko'pincha pensionerning doimiy yashash joyi, ro'yxatdan o'tgan manzili va real iste'mol qilinayotgan xizmatlar bilan bog'liq bo'ladi. Agar hujjatda bir manzil, amalda boshqa manzil bo'lsa, keyin nega menga imtiyoz berilmadi degan savol paydo bo'ladi.
Shuning uchun manzil ma'lumotlari juda muhim. 4-misol, pensionerning pensiyasi 20.600.000 so'm. Lekin u qo'shimcha ravishda kichik do'kondan ijara puli oladi yoki bank omonatidan foiz oladi. Men bunday daromadni yomon deb aytmayapman. Aksincha, odam o'zini ta'minlayotgani yaxshi. Lekin ijtimoiy imtiyoz belgilanganda daromadlar tekshirilishi mumkin. Agar qo'shimcha daromad katta bo'lsa, imtiyoz cheklanishi ehtimoli bor. Demak, har bir holatda hujjat va ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Endi to'lov turlari haqida gaplashamiz. Birinchi katta yo'nalish kommunal to'lovlar. Elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, issiqlik ta'minoti, chiqindi xizmati va ko'p qavat uylarda majburiy badallar pensionerlar uchun eng og'ir xarajatlardan biri. Ayniqsa qishda gaz va elektr ko'proq ishlatiladi. Yozda esa suv va elektr sarfi oshadi. Agar oktyabr oyidan imtiyoz joriy qilingan bo'lsa, u ko'pincha limit asosida bo'ladi. Masalan, ma'lum miqdorgacha iste'mol qilingan elektr yoki gaz bo'yicha kompensatsiya, chegirma yoki to'liq ozod qilish bo'lishi mumkin. Ammo limitdan oshgan qismi uchun to'lov talab qilinishi ehtimoli bor. Shuning uchun pensioner men ozod qilinganman deb hisoblagichni umuman nazorat qilmay qo'ysa, oy oxirida qarz chiqib qolishi mumkin. Masalan, xonadonda oyiga 200 kilovat elektr ishlatiladi. Imtiyoz faqat 100 kilovatgacha bo'lsa, qolgan 100 kilovat uchun oddiy tarifda to'lashga to'g'ri keladi. Yoki gaz bo'yicha 2 kub metrgacha yengillik berilib, undan oshgan qismi umumiy tartibda hisoblanishi mumkin. Men bu raqamlarni tushuntirish uchun misol sifatida aytyapman. Aniq limitlarni albatta o'zingizning hududingizdagi kommunal tashkilot yoki rasmiy manba orqali tekshirish kerak. Chunki turli hududlarda xizmat turi, isitish tizimi, subsidiya tartibi va hisob-kitob usuli farq qilishi mumkin. Ikkinchi yo'nalish mol mulk va yer solig'i. Pensionerlar orasida eng ko'p chalkashlik shu yerda bo'ladi. Ba'zilar men pensionerman, demak uyimga soliq to'lamayman deb o'ylaydi. Aslida imtiyoz bo'lsa ham u odatda bitta obyektga, ma'lum maydonga yoki ma'lum shartlarga bog'liq bo'ladi. Masalan, pensioner nomida bitta turar joy bo'lsa, unga yengillik berilishi mumkin. Lekin nomida ikkita uy, dala hovli yoki noturar joy bo'lsa, hammasi bo'yicha avtomatik ozod qilinmaydi. Qaysi obyektga imtiyoz qo'llanishini soliq organlari ma'lumotlariga qarab aniqlash kerak. Tasavvur qiling, 70 yoshli pensionerning nomida bitta 3 xonali kvartira bor. U shu kvartirada yashaydi. Agar qonunchilikda bunday pensioner uchun mol mulk solig'i bo'yicha imtiyoz nazarda tutilgan bo'lsa, u katta ehtimol bilan undan foydalana oladi, lekin boshqa holatda. 65 yoshli pensionerning nomida bitta kvartira, bitta hovli va bitta savdo do'koni bo'lsa, imtiyoz faqat turar joyga yoki faqat belgilangan obyektga nisbatan qo'llanishi mumkin. Do'kon tadbirkorlik obyekti sifatida ko'rilsa, unga imtiyoz berilmasligi mumkin. Mana shu farqni bilish juda muhim. Uchinchi yo'nalish davlat xizmatlari va hujjat to'lovlari. Ayrim toifadagi pensionerlar ma'lumotnoma olish, notarial harakatlar, ariza topshirish, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, ro'yxatdan o'tish, kadastr yoki boshqa xizmatlarda davlat boji yoki xizmat haqi bo'yicha yengillikka ega bo'lishi mumkin. Lekin bu ham har doim hamma xizmat bepul degani emas. Ba'zi xizmatlarda faqat davlat boji kamayadi, lekin xizmat ko'rsatish haqqi qoladi. Ba'zilarda esa faqat nogironligi bo'lgan pensionerlar, urush qatnashchilari yoki ijtimoiy himoyaga muhtojlar ozod qilinadi. Shuning uchun har bir xizmatni alohida so'rash kerak. 4-yo'nalish tibbiy xizmatlar. Pensionerlar uchun eng og'riqli masala dori-darmon, tekshiruv va davolanish xarajatlari. Ayrim hollarda davlat hisobidan bepul dori, bepul tibbiy ko'rik, sanatoriy yo'llanmasi yoki reabilitatsiya xizmatlari berilishi mumkin. Ammo bular ham navbat tibbiy ko'rsatma, shifokor xulosasi va tegishli ro'yxat asosida amalga oshiriladi. Masalan, odamda qandli diabet, yurak qon, tomir kasalligi yoki nogironlik guruhi bo'lsa, u ma'lum dori vositalari bo'yicha alohida tartibda ta'minlanishi mumkin. Lekin pensionerman degan asos bilan istalgan dorixonadan istalgan dorini bepul olish mumkin emas. Bu juda muhim farq. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda qarzdorligi bor pensionerlar. Agar sizda kommunal xizmatlar bo'yicha eski qarz bo'lsa, yangi imtiyoz eski qarzni avtomatik yo'q qilib yubormasligi mumkin. Masalan, siz sentyabr oyigacha 500 ming so'm elektr qarzi yig'ib qo'ygan bo'lsangiz, oktyabrdan imtiyoz berilishi ehtimoli bor
lekin avvalgi qarz baribir tizimda turishi mumkin. Ba'zi holatlarda qarzni bo'lib to'lash, qayta hisob-kitob qilish yoki ijtimoiy yordam hisobidan qoplash tartibi bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun albatta murojaat qilish kerak. Jim o'tirib kutish ko'pincha natija bermaydi. Ikkinchi navbatda hujjatlari to'liq bo'lmaganlar xavotir olish kerak. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, yashash manzili mos kelmasa, pensiya oluvchining bank kartasi yoki pochta ma'lumotlarida xatolik bo'lsa, kommunal hisob raqami boshqa odam nomida bo'lsa, imtiyoz avtomatik tushmasligi mumkin. Masalan, u o'tgan asrda otaning nomiga rasmiylashtirilgan, otaxon vafot etgan, lekin pensioner onaxon shu uyda yashaydi. Kommunal hisob raqamlari hali ham marhum odam nomida. Bunday vaziyatda tizim pensionerning huquqini ko'rmasligi mumkin. Demak, avval mulk, manzil va hisob raqamlarini tartibga keltirish kerak. Uchinchi navbatda farzandlari bilan yashaydigan pensionerlar vaziyatni alohida tekshirish kerak. Chunki ayrim ijtimoiy yordamlar xonadon daromadiga qarab belgilanadi. Agar farzand rasmiy ishlasa, kelin yoki kuyov daromadi olsa, xonadon nomida avtomobil yoki boshqa mol-mulk bo'lsa, yordam rad etilishi mumkin. Bu adolatsizlikdek tuyulishi mumkin. Lekin ijtimoiy himoya tizimi odatda yordam eng muhtoj odamga borishi kerak degan tamoyilga tayanadi. Shu sababli siz o'z holatingizni oldindan tushunib oling. Endi istisnolar va nozik jihatlar haqida batafsil gapiraman. Birinchi nozik jihat imtiyoz pensioner maqomiga emas. Pensionerning ijtimoiy holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni ikki pensioner bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin bir yolg'iz kasal va daromadsiz, ikkinchisining esa qo'shimcha daromadi, farzandlar yordami va mulki bor. Davlat birinchi odamga ko'proq yordam berishi tabiiy. Shuning uchun qo'shningiz imtiyoz oldi, siz olmadingiz degani har doim xato hisob-kitob degani emas. Sababini hujjatlar orqali aniqlash kerak. Ikkinchi nozik jihat. Imtiyoz faqat ariza bilan qo'llanishi mumkin. Ko'p odam davlat hammasini biladi, o'zi beradi deb kutadi. Ha, ayrim ma'lumotlar elektron tizimlarda bor, lekin amaliyotda manzil, mulk, kommunal hisob raqami, oilaviy tarkib, nogironlik, yolg'izlik holati, kam ta'minlanganlik maqomi kabi ma'lumotlar har doim ham to'liq va yangilangan bo'lmaydi. Shuning uchun men pensionerlarga va ularning farzandlariga maslahat beraman, kutib o'tirmang. Borib tekshiring. Murojaat qilish hech bo'lmaganda vaziyatingizni aniqlashtirib beradi. Uchinchi nozik jihat, to'liq ozod qilindi degan ibora ba'zan faqat bitta to'lovga taalluqli bo'ladi. Masalan, chiqindi xizmati bo'yicha to'lovdan ozod qilinishi mumkin, lekin elektr va gaz uchun to'lov saqlanadi. Yoki davlat boji bo'yicha ozod bo'ladi, lekin kommunal to'lovlar bo'yicha emas. Yoki mol-mulk solig'i bo'yicha yengillik bor, lekin yer solig'i alohida hisoblanadi. Shuning uchun yangilikni eshitganda darhol savol bering. Qaysi to'lov, qaysi sana, qaysi toifa, qaysi hudud, qaysi hujjat asosida? 4-nozik jihat imtiyozning boshlanish sanasi. Agar tartib oktyabrdan kuchga kirsa, bu sentyabr, avgust yoki undan oldingi qarzlar bekor bo'ladi degani emas. Shuningdek, oktyabr oyida murojaat qilsangiz, imtiyoz noyabrdan hisoblanishi mumkin. Yoki oktyabrning o'zidan qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Bu tartib hujjatda qanday yozilganiga bog'liq. Shuning uchun ariza topshirganda imtiyoz qaysi kundan boshlab qo'llanadi deb yozma yoki elektron javob oling. 5-nozik jihat. Pensiya turiga qarab farq bo'lishi mumkin. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi ijtimoiy nafaqa bir xil narsa emas. Ba'zi imtiyozlar faqat pensiya oluvchilarga, ba'zilar esa nafaqa oluvchilarga ham beriladi. Masalan, 33 yoshli erkak yoshga doir pensiya oladi. Hindiki yoshli ayol nogironlik pensiyasi oladi. 37 yoshli bola boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oladi. Ularning huquqlari bir-biridan farq qilishi mumkin. Shuning uchun pensioner so'zining o'zi yetarli aniqlik bermaydi. Endi amaliy qadamlar. Birinchi qadam, to'lovlaringiz ro'yxatini tuzing. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi, badali, yer solig'i, mol-mulk solig'i, kredit yoki bank komissiyasi, tibbiy xarajatlar, davlat xizmatlari bo'yicha oxirgi kvitansiyalarni yig'ing. Qaysi biri siz uchun eng katta yuk bo'layotganini aniqlang. Chunki imtiyoz so'raganda umumiy gap emas, aniq to'lov bo'yicha murojaat qilish samaraliroq bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Sizga odatda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, yashash manzili bo'yicha ma'lumot,
kommunal xizmat hisob raqamlari, mulk hujjatlari. Nogironlik bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, yolg'iz yashashingizni tasdiqlovchi ma'lumot, kam ta'minlanganlik yoki ijtimoiy reyestrga kiritilganlik bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Har bir tashkilot turlicha hujjat so'rashi mumkin, lekin shu asosiy papka tayyor bo'lsa, ko'p masala tezlashadi. 3-qadam, mahallaga murojaat qiling. Mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodim sizning holatingizni dastlabki baholashi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashovchi kasal, nogironligi bor yoki kam ta'minlangan pensionerlar mahalla orqali ijtimoiy himoya tizimiga yo'naltiriladi. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: men falonchi yoshga doir pensiya oluvchiman. Oktyabr oyidan pensionerlar uchun belgilangan to'lov imtiyozlari bo'yicha holatimni o'rganib, menga tegishli yengilliklarni qo'llashni so'rayman. Keyin to'lov turlarini sanab o'ting. 4-qadam, kommunal tashkilotlarga alohida tekshiruv qildiring. Elektr tarmog'i, gaz ta'minoti, suv ta'minoti, chiqindi xizmati yoki boshqaruv kompaniyasiga borib, hisob raqamingiz pensioner nomiga bog'langanmi? Imtiyoz belgilangani tizimda ko'rinyaptimi? Qarzdorlik bormi? Qayta hisob kitob qilish mumkinmi? Shularni so'rang. Iloji bo'lsa, javobni yozma oling yoki shaxsiy kabinetingizdan skrin saqlab qo'ying. Chunki keyin bahs chiqsa, dalil kerak bo'ladi. 5-qadam, soliq masalasini tekshiring. Soliq ilovasi, soliq organi yoki davlat xizmatlari markazi orqali nomingizdagi mol-mulk va yer obyektlarini ko'ring. Qaysi obyektga soliq hisoblangan? Qaysi biriga imtiyoz qo'llangan? Qarzdorlik bormi? Aniqlang. Agar siz pensioner bo'lsangiz va qonunchilikda sizga imtiyoz bo'lsa, lekin tizimda soliq chiqayotgan bo'lsa, ariza berib qayta ko'rib chiqishni so'rang. Bunda pasport, pensiya ma'lumoti va mulk hujjati kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam, tibbiy imtiyozlarni alohida so'rang. Oilaviy poliklinikangizga boring va shifokordan sizga bepul dori, bepul tekshiruv, reabilitatsiya yoki sanatoriy yo'llanmasi bo'yicha huquqingiz bor yo'qligini so'rang. Ko'p pensionerlar bunday imkoniyat borligini bilmagani uchun o'z cho'ntagidan ortiqcha xarajat qiladi. Masalan, oyiga 300 ming so'mlik dori oladigan odamning bir qismi davlat ro'yxatida bepul berilishi mumkin bo'lsa, bu yilga bir necha million so'm tejash degani. Lekin buning uchun tashxis, shifokor yozuvi va tegishli ro'yxat kerak bo'ladi. 7-qadam, farzandlar albatta ota-onasiga yordam bersin. Ko'p keksalar navbat kutishdan, idoraga borishdan, telefon ilovasidan foydalanishdan qiynaladi. Farzand sifatida siz ota-onangizning kommunal hisoblarini, soliq qarzlarini, pensiya hujjatlarini, tibbiy imtiyozlarini tekshirib bering. 1 soat vaqt ajratsangiz, ota-onangiz oyma-oy ortiqcha to'lovdan qutulishi mumkin. Ayniqsa oktyabr oyida yangilik kuchga kirgan bo'lsa, 1-oyda tekshirish yanada muhim. Endi juda muhim ogohlantirish: hech kimga pasportingizni, bank kartangiz kodini, SMS orqali kelgan tasdiqlash raqamini bermang. Imtiyozlar haqida xabarlar tarqalganda firibgarlar ham faollashadi. Ular pensionerlarga pul tushiramiz, to'lovdan ozod qilamiz, kompensatsiya rasmiylashtiramiz deb telefon qiladi. Rasmiy idora hech qachon sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol farzandingizga, mahallaga yoki bankning rasmiy raqamiga murojaat qiling. Yana bir muhim masala: ariza berganingizdan keyin natijani kuzating. Ko'p odam ariza topshiradi, keyin javob kelmasa unutib yuboradi. Aslida murojaat raqamini yozib olish, qabul qilingan sanani belgilash, 10 yoki 15 kundan keyin holatini so'rash kerak. Agar rad javobi berilsa, sababini talab qiling. Sizga tegishli emas degan umumiy javob yetarli emas. Qaysi band, qaysi mezon, qaysi hujjat yetishmayapti, aniq yozilishi kerak. Agar hujjat yetishmasa to'ldirasiz. Agar xato bo'lsa, qayta murojaat qilasiz. Men yana real hayotdan bir vaziyatni tushuntiraman. Onaxonning pensiyasi 1 million 100 ming so'm. U yolg'iz yashaydi. Elektrga 90 ming, gazga 140 ming, suvga 40 ming, chiqindiga 20 ming, doriga 320 ming so'm sarflaydi. Oy oxirida qo'lida deyarli pul qolmaydi. Agar u chiqindi to'lovi, kommunal kompensatsiya yoki dori ta'minoti bo'yicha imtiyoz olsa, umumiy tejash 120 mingdan 300 ming so'mgacha chiqishi mumkin. Bu pul unga bir oyga qo'shimcha oziq-ovqat yoki dorining bir qismini olish imkonini beradi. Demak, imtiyoz qog'ozdagi gap emas, odamning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Boshqa vaziyat:
Otaxonning nomida 2 qavatli uy bor. U farzandlari bilan yashaydi. Xonadonda 3 kishi ishlaydi. Otaxon ham pensiya oladi. U qo'shni to'lovdan ozod bo'ldi. Men ham ozod bo'lishim kerak deydi. Tekshirilsa, qo'shnisi yolg'iz va kam ta'minlangan. Otaxonning xonadonida esa daromad yetarli. Bunday holatda rad javobi kelishi mumkin. Bu yerda asosiy narsa adolatli maydon. Yordam eng avvalo ehtiyoji yuqori bo'lgan odamga yo'naltiriladi. Yana bir vaziyat. Pensioner ayolning elektr hisob raqami hali marhum turmush o'rtog'i nomida. U imtiyoz so'raydi, lekin tizimda pensioner bilan hisob raqami bog'lanmagan. Natijada chegirma tushmaydi. Ayol meni aldashdi deb o'ylaydi. Aslida muammo hujjatda. Hisob raqamini yangilash, mulk hujjatini tartibga keltirish, yashash manzilini tasdiqlash kerak. Shundan keyin imtiyoz qo'llanishi mumkin. Shu sababli men doim aytaman. Avval hujjat, keyin talab. Xulosa qilaman. Oktyabr oyidan pensionerlar uchun to'lovlar bo'yicha yengilliklar juda muhim masala. Lekin uni to'g'ri tushunish kerak. Hamma pensioner ham barcha to'lovlardan avtomatik va cheksiz ozod bo'ladi deb o'ylash xato. Imtiyoz turi pensionerning holati, yashash manzili, mulk soni, daromad, qarzdorlik, hujjatlarning to'g'riligi va ariza berilgan sana katta ahamiyatga ega. Siz qilishingiz kerak bo'lgan eng to'g'ri ish kvitansiyalarni yig'ing. Hujjatlarni tayyorlang, mahallaga murojaat qiling, kommunal tashkilot va soliq organida ma'lumotlarni tekshiring. Kerak bo'lsa yozma ariza bering va javobni kuzating. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensioner bo'lsa, bu masalani keyinga qoldirmang. Oktyabr oyidagi o'zgarishlar kim uchundir oyiga 1000 so'm, kim uchundir 200 ming so'm. Kim uchundir undan ham ko'proq tejashtirgan bo'lishi mumkin. Eng muhimi, o'zingizga tegishli huquqni bilib oling va undan foydalaning. Sizning hududingizda bu imtiyozlar qanday qo'llanyapti? Sizga to'lovdan ozod qilish yoki chegirma berildimi? Izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner qarindoshlaringizga yuboring.